Ishga qabul qilishlik, tanish-bilishlik asosida amalga oshirilganligi vajingiz asossiz ekanligi tasdiqlandi deyilgan. Bundan tashqari hozirgi kunda direktor Obid Shabanov mening muqaddam shu mazmundagi arizalarimga ma'lumot bermasdan takroriy murojaat sifatida ko'rib chiqilib javoblar berib kelingan va unda murojaatlarimni takrorligi va yangi vaj kiritilmaganligi uchun ushbu murojaatni ko'rib chiqish tugatilgan deb hisoblansin deyilgan. Ushbu javob xatiga asos qilib esa O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining 2018 yil 12 iyundagi 227 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi tizimida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to'g'risidagi nizomning 4 va 54 bandlarini asos keltirib xulosa bergan xolos. Bu javob bilan umuman kelishib bo'lmaydi. Tanish-bilishlik esa avj olgan teleradiokompaniyada Ma'muriy kodeksning 79-moddasi talablari ochiqdan-ochiq buzilmoqda. Ushbu holatlarga oydinlik kiritishlik uchun surishtiruv va tergov yo'li bilan to'liq tekshirilganda kimga qarindoshligi ma'lum bo'ladi deb hisoblayman. Men teleradiokompaniyada turli toifadagi kasb egalarini ishga kirganini ko'rib eshitib kelyapman. Bundan tashqari ularning ko'pchiligi sohasi bo'yicha jurnalist emas, balki boshqa kasb egalari ham hisoblanadi. 11 nafar pensiya yoshidagilar teleradiokompaniyada bemalol faoliyat yuritib kelyapti. Rahbariyat esa ularni ishdan bo'shatishga hech qanday huquqiy asosi yo'qligini bildiryapti. Agar korxonaning ichki iqtisodiga nafaqa yoshdagilarning xizmat zarurati tug'ilganda, u holda xodimlarning ish o'rniga qanchalik mos kelishi tekshirilib, ularni professional kasbning talablaridan kelib chiqib monitoring qilishni bugungi vaziyat taqozo etmoqda. Chunki har yili oliy ta'lim dargohlarining soha talabidan kelib chiqib, jurnalistika yo'nalishida bitiruvchi mutaxassislar o'qitib tayyorlab beryapti. Oliy ma'lumotli mutaxassis jurnalist yoshlarga esa ish yo'q. Ammo bu yerda bir haqiqat borki, ular ona qizini, ota o'g'lini, opa singlisini, er xotinini, buvi nevarasini yetaklab kelganga kim aybdor? Shabanov bu masalaga befarq bo'lmasdan e'tibor qaratsa bo'lmasmidi? Lekin u haligacha sukutda. Mavjud holatlarning negizida tanish-bilishlik holatlari aslida mavjud bo'lib, tashkilotlarga puli bor, tanishi borlarni ishga olinaversa, mendek oliy ma'lumotga ega insonlar qayerga borsin? Meni esa ishga joylashishga rahbariyatdan tanish-bilishlarim yo'qligi sababli talablarga mos bo'lsam-da ishga olinmasdan kelmoqdaman. Bu masalada menga umuman amaliy yordam berilmaganidan noroziman. Oldingi murojaatlarimda MTRK raisi Abdurashid Abduvohidovich Jo'raboyev qabulini so'raganman. Lekin mening murojaatlarim o'rganilmadi. O'rganilmasdan bo'lim xodimlari tomonidan yopib yuborilmoqda. Axir ularni shunday qilishi to'g'rimi? Undan ko'ra meni chaqirib, men bilan yuzma-yuz gaplashib, masalani hal qilib berishsa bo'lmaydimi? Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q deb masalaga uzil-kesil nuqta qo'yish kerak. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi Abdurashid Jo'raboyevning qabullariga kirishimda nima muammo bo'lyapti? Kim bundan manfaatdor bo'lyapti? Kimga shu kerak bo'ldi ekan? Bundan avval sobiq rahbar Alisher Xo'jayevning qabuliga kirib chiqqanimdan so'ng nimadir aytdimi yoki nimadir bo'ldimi? Masalan, ortida yana nimalar haqida aytmoqchimanki, nimaga ular meni yana qabulga kirishimdan cho'chib yo'l qo'yilmayapti? O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi Abdurashid Jo'raboyev qabuliga kirmagan bo'lsam-da, ammo sobiq Alisher Xo'jayev bilan hozirgi Abdurashid Jo'raboyev qabullariga bo'lganimni chalkashtirib berayotgan Milliy teleradiokompaniya rahbariyati tomonidan MTRK raisi Jo'raboyev qabulga kirib masalam hal bo'lganini munosabatini bildirgan. Munosabatning yolg'onligi ham shundaki, yuqoridagi masalaga mutasaddi tashkilot 3 yildan buyon bir xil mazmundagi, hatto matndagi shablon javoblarni berib kelishdi. Bu holatni ochiq aytishga imkon tug'ildi. Men o'zimni sohamga, ishimga fidoyi yondashim uchun haqiqatni ko'rsatishim kerak. Muhtaram, siz prezidentimizning ommaviy axborot vositalari oldida shu ochiqlik, shaffoflik, haqiqatni adolatli ko'rsatgin degan masalani qo'yapsiz. Bu hukumatning siyosati, davlatning talabi emasmi? Mana shuning uchun men halol va fidoyi ishiga va kasbiga sadoqat bilan yondashayotganlarni nazarda tutib e'tiborga olib o'tishim kerak. Teleradiokompaniyaning tizimida mansab vakolatini suiiste'mol qilayotganlar, mana bunaqa nomaqbul ishlayotganlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ular ommaviy axborot vositalarida faoliyat yurityapti, niqobi ostida boshqa ishlar bilan shug'ullanayotganligi murojaatni yo'llashga sababchi bo'lyapti. Meni murojaat qilmasligimni, haqiqatni tiklashim uchun qilayotgan harakatlarimga yashirin va ochiqdan tuhmat va tahdidlar qilib kelinmoqda. Buxoro viloyati teleradiokompaniyasi direktori Obid Shabanov, sen kimsan? Sen nima ish qilib yurganingni bilaman. Videokamera bilan uyingga borib qo'shnilaringni oldida rasvoing tortib sharmandangni chiqaraman. Butun oilam bilan senga qarshi kurashaman deb shantajlik qildi. Men bunday vaziyat unga nima deyman? Men
unga pora beraman, meni shu yerda ishga oling deymanmi? Bir haqiqat bilan qo'limdagi diplomimni va ishlarimni hisobga olib chaqirsa bo'lmaydimi? Buni esa Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika noziri Erkinov Elbek bu shaxsni sharmanda qiladigan so'z emas deb baholab qo'ydi. Fuqarolik kodeksining 100-moddasi va uning sharhini nozir bir tekshirib ko'rsa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman. Bu holat bo'yicha Buxoro viloyati prokuraturasi, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qonuniy qaror qabul qilingan deb hisobladi. Bularni barchasiga oydinlik kiritishni istayman. Hurmatli prezidentimiz, sizdan iltimosim Buxoro viloyati teleradiokompaniyasini tubdan taftish o'tkazishga e'tibor qaratsangiz va menga nisbatan Buxoro viloyati teleradiokompaniyasining 9-mart 2022-yildagi kiritilgan badiiy kengash bayoniga xizmat tekshiruvi o'tkazilishini va aybdor shaxslarga qonuniy chora ko'rilishini ta'minlanishini so'rayman. Buxoro viloyati teleradiokompaniyasiga shtatlar jadvali asosida meni ishga qabul qilish uchun mas'ul shaxslarga topshiriq berishingizni sizdan iltimos qilaman. Sizga hurmat bilan Hojibegim.